Assalomu alaykum. Siz ko'rib turgan joy Angliya qishloqlaridagi bolalar maydonchasi. O, orqada qo'ylar ham yuribdi. Xo'p, sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman? Qishloq hayotini emas. Agar siz Angliyaga kelib ishlamoqchi bo'lsangiz, shunaqa qishloq joylarga tushasiz, qishloq joylarda ishlaysiz. Endi hozir registratsiya yopiqligi uchun siz internetdan ish qidirsiz. Ruskiy говорящийlar seni jo'natib yuboraman ishlagani deydi-da. Kimni jo'natgansan o'zbeklardan desiz, mana bu o'zbeklar jo'natganman deb sizga nomer tashlab beradi. Siz u nomerlarni olib aloqaga chiqsangiz, ba'zi bir firibgar o'zbeklar mana bunday ovozli xabarlarni tashlaydi. Eshitib, shu ovozlarni eslab qoling, videoni saqlanib qilib qo'ying, sababki ertaga shunaqa duch kelsangiz, mana shu ovozlar bilan solishtirasiz va ovoz kimga tegishliligini bilsangiz, aloqaga chiqing, bu firibgarlarni ushlaymiz. Qani ovozni eshitamiz. Tak, tushundim aka, menejer beribdi. Ishga harakat qilyapsiz ekan. Ну, sme'la gazini bossa bo'ladi. Endi просто sizni tekshirgandan keyin ma'lum bo'ladi aka. Anketa to'ldirasiz birinchi bo'lib, undan keyin kerakli hujjatlarni tashiysiz. O'zi aytadi, agar hammasi siz bilan to'g'ri keladigan bo'lsa, yuristlar tekshiradi. Hammasi joyida bo'lsa, keyin siz bilan shartnomalar tuzishni boshlaydi aka. Birinchi bo'lib notarialniy bo'lish uchun motivatsion pismo bilan natamizdan 6 tamiz stroykada ishlaymiz. Qolganlar boshqa joylarga, Coca-Colaga kirganlar bor ichida, yana boshqa joyga kirganlar bor, hamma har xil joyga. Sharoitga keladigan bo'lsa, yotoqxona tekin ish beruvchining hisobidan. Yo, kuyib qolish. Shunaqa O'zbekiston bilan finansisti bor. Yo, O'zbekistondan chiqib ketishga viza kerak emas-ku, chunki men через Gruziyaga kelganman. Gruziyaga bez viza. Gruziyaga borganda o'sha Germaniya elchixonasiga kirib, o'shdan viza o'rdirib, keyin darsi Germaniyaga uchganman bu yoqqa. Shunaqa ikkilanish bo'lgan, endi unchalik bo'lmagandi, chunki o'zi bundan oldin men internetdan 3 ta firmaga o'qilaganman. O'zi nima dokument kerak, nima qilish kerak hammasini o'zi men bilib, shuning uchun bunga ishonib qilganman-da, chunki 100% ishonchli chiqqanda bu o'sha payt. Shunday katta sifatli mashinalar fundalarga ortilib boshqatirib ketadi. Hammasi do'konga boshqa. Katta sifatli. Ovozli xabar tashlaydi, ishonavering deydi, sizni ishontiradi. Bularning gapiga ishonib siz to'lovlarni qilasiz. Bular shular bilan sherik. Videolar tashlaydi, o'zini yuzini ko'rsatmaydi. Shular orqali kelganman deb shu ruskiy говорящийlarni tasdiqlaydi. Shularning gapiga ishonib to'lov qilsangiz aldanib olasiz.